Ustoz, yuridik litseyga o'qishga kirishim uchun qaysi fanlardan tayyorgarlik jarayonini olib borishim kerak? Chunki yuridik litsey orqali Toshkent davlat yuridik universitetiga suhbat asosida o'qishga kirsam bo'lar ekan. Hech qanday DTM testlarini yechib o'tirishim shartmas ekan deb bir o'quvchimizdan savol kelibdi. Keling ko'rib chiqamiz. Yuridik litseyga o'qishga kirish uchun qaysi fanlardan tayyorlanishingiz kerak? Kirish imtihonlarida siz jami 3 ta fandan test topshiriqlarini ishlaysiz. Birinchi navbatda davlat va huquq asoslari fanidan 20 ta test topshiriqlari va 3,1 balldan sizga ball beriladi. Ikkinchi navbatda xorijiy til, endi biz ingliz tili deb yozganmiz va 20 ta test, jami 42 ballni qo'lga kiritishingiz kerak. Va eng yutadigan joyi sizda CFR sertifikati bo'lsa ham nur ustiga a'lo nur bo'ladi, chunki sizga maksimal ballni kafolatlaydi va B1 bo'lishi kerak sizda. Va 3-navbatda IQ, bunda ham 20 ta test bo'ladi va 1 balldan siz jami maksimal ballni qo'lga kiritishingiz kerak bo'ladi va kirish imtihonlarida grant kontrakt bo'ladi. Agarda bu grant kontraktning o'tish ballari haqida to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz va yuridik litseylarga o'qishga kirish uchun tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, ayni paytda bizda 0 dan boshlangan yangi guruhlarimizga qabul ochilgan. Izohlarda litsey sizni yozib qoldiring, sizga to'liq ma'lumotni taqdim qilamiz.